Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan onlayn kasblar ikkinchi qism mustaqil ishlash uchun topshiriqlarni ko'rib chiqamiz. Boshladik. Birinchisi quyidagi berilgan kasblarni chekli va cheksiz onlayn kasblarga ajratib yozing deyapti. Oldingi mavzuda ham ko'rgan edik bunga o'xshash misollarni. Agar mahrajida 2 va 5 dan boshqa, ya'ni 2 ning n'si, 5 ning m'si shulardan boshqasi aralashib qolsa cheksiz bo'ladi. Agar faqatgina shular bo'lsa chekli bo'ladi. Ketdik. 3 taqsim 2 faqat 2 bor, demak chekli bular. 4 taqsim 3 3 bor, demak cheksiz. 7 taqsim 4 2 ning kvadrati degani 4, demak chekli. Xo'p, 18 taqsim 15 kelyapti. Birinchi qisqartirishligim kerak. 18 bilan 15 qisqaradi, 3 ga qisqaradi. 6 taqsim 5 paydo bo'ladi. Faqat 5 qoldi mahrajida, demak chekli deymiz. 27 taqsim 26 2 ko'paytirilgan 13 degani. 2 dan boshqasini aralashdi, demak cheksiz ekan. 45 taqsim 72 birinchi qisqartiraman. 9 ga qisqartirib yuborsam 5 qoladi. Mahrajida 72 ni 9 ga bo'lsam 8. 8 2 ning kubi degan, demak chekli ekan bu ham. 11 taqsim 8 8 2 ning kubi, demak chekli. 35 taqsim 91 7 ga qisqartiramiz ikkalasini. 7 ga bo'lsam 5 qoladi. Bu yoqda hop 9-da bitta bor, keyin 7 ni ayirsak 21. 21-da 3 ta bor. Demak 13 paydo bo'ldi. Bu cheksiz degani. Qolganlari ham xuddi shu tartibda ko'paytirishga ajratib turib, asosidagi tub ko'paytirishlarga qarab topamiz. Keyingisini ko'ramiz. Ikkinchisi amallarni bajaring deyapti. 4 dan 3 qo'shilgan 1/25. Xohlasam o'nlik kasrga o'tkaziraman, xohlasam oddiy kasrga o'tkaziraman. Oddiy kasrga o'tkaziraylik. 3 taqsim 4 qo'shilgan 1/125 degani 25 ga qisqartirib yuborsam 4 dan 1 bo'lib qoladi. Bo'lingan. Bunisi 0.3. 10 dan 3 ayrilgan 20 dan 1 ekan. Xo'p. 4 dan 3 ga 1.4 dan 1 ni qo'shsam 1.4 dan 4 bu deganim 2 degani. 1.4 dan 4 2 bo'ldi. Buni 2 ga ko'paytirib yuboraman. 10 dan 6 paydo bo'ladi bu yerda. Xo'p, 10 dan 6 yo'q, 20 dan 6 paydo bo'ladi. 20 dan 6 dan 20 dan 1 ni ayirsam bo'lingan 20 dan 5 paydo bo'ladi ekan. 5 bilan 20 qisqaradi. 4 dan 1 o'rni almashadi. Bo'lish bo'lganligi uchun teskarisiga ko'paytiraman, ya'ni 2 ko'paytirilgan 4. Natijam 8 chiqadi ekan. Keyingisi 2. Xo'p, dasini ko'ramiz. 2 ning dasi 0.6, ya'ni 0.9 dan 6 deymiz. Keyin ko'paytirilgan 0 qismini yozishim shart emas edi. Xo'p. Ko'paytirilgan 1.6. 10 dan 16. 10 dan 16 qo'shilgan 5 dan 4 kelyapti. 5 dan 4. Keyin qo'shilgan 0.10 dan 5, ya'ni 10 dan 5 ayrilgan 10 dan 3 deymiz. Teng. Xo'p, mahraj, ya'ni 16 bilan 10 qisqaradi ekan birinchi. 5 qoldi, bu yoqda 8 qoldi. 8 ga 4 ni qo'shsam 12 bo'ldi. 9 dan 6 3 ga qisqartirib yuboraman buni. 3 ga qisqartirsam 3 qoladi, bu yoqda 2 qoladi. 3 dan 2 ko'paytirilgan nima paydo bo'ldi? 5 dan hop 8 ga 4 ni qo'shsam 12. 5 dan 12 paydo bo'ldi. 3 bilan 12 qisqarib ketadi yana. 4 qoladi tepada. Hop, keyingisi qo'shilgan 10 dan 5 ayrilgan 10 dan 3. 5 dan 3 ni ayirsam nima paydo bo'ladi? 10 dan 2. 10 dan 2 ni 2 ga bo'lib yuborsam teng 5 dan 1 ekan. Bu yoqning qiymati. Hop, ayrilgan 5 dan 1 bo'ldi. Teng 5 dan 8 ayrilgan 5 dan 1. 8 ayrilgan 5 dan 1. Chunki 2 ga ko'paytirilgan, hop, bu yoqda faqatgina 4 qoldi. 8 dan 1 ni ayirsam 7. 5 dan 7 ga teng ekan natijamiz. Keyingisini ko'ramiz. Nasıl? Hop. 25 dan 17 qo'shilgan 0.10 dan 4 va hokazo shu ifoda berilgan. Birinchi qavsni ichini bajarishligim kerak men. Birinchi qavsni ichi. 1 ayrilgan 5 dan 1 necha bo'ladi? 5 dan 4 bo'ladi. Hop, 0.10 dan 4 ko'paytirilgan shu narsa. 0.10 dan 4 nima degani? 10 dan 4 degani. Ya'ni
2 ga qisqartib yuborsam 5 dan 2 degani. Xo'p, qisqartiramiz. 5 dan 2 qoldi. O'rtada ko'paytirish bor. Bu yerni hisoblayapmiz. 5 dan 2 ga 4 ni ko'paytirsam 8, 25 dan 8 ekan. Ya'ni birinchi qism 17 taqsim 25 qo'shilgan 25 dan 8 ga teng bo'ldi. Keyin bo'lish kelyapti shu narsa. Bunga ham mahraj berib yuboramiz. 10 dan 5. 2 dan 1 degani 5 ga qisqartib yuborsam yoki 2 ga ko'paytirsam 4 dan 2 degani. 3 dan 2 ni ayiraman. 4 dan nima paydo bo'ladi? Bo'lingan 4 dan 1 paydo bo'ladi ekan. 3 dan 2 ni ayirib yuborsam. Xo'p, endi bunisini hisoblaymiz. Teng bo'ldi. 25 dan 17 ga 8 ni qo'shsak 25. 25 dan 25 1 degani ko'paytirilgan bo'lib qoladi. Buni o'rni almashtiramiz teskarisiga. 4. 1 ni 4 ga ko'paytirsam natijam 4 ga teng ekan. Endi ko'rib chiqdik. Sani ko'ramiz endi. Xo'p, birinchi bu yerni bajaraylik. 2,7 dan 0,8 ni ayirsam 1,10 1,9 ko'paytirilgan 2,3 dan 1 kelyapti. Ko'paytirilgan noto'g'ri kasrga o'tkazib yuborsak 3 dan 3 kar 2. 6 1 ni qo'shsam 7 bo'ldi. Mahrajni hisoblaymiz. 5,2 ayrilgan 1,4. 52 ni 14 ni ayirsam necha? 38, ya'ni 3,8 paydo bo'ladi ekan. Bo'lingan 70 dan 3, demak buni almashtirsam bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 dan 70 deb. Xo'p, qo'shilgan shu narsa kelyapti. Buni ham noto'g'ri kasrga o'tkazib yuboraylik. 2 dan 2 kar 2 4, 1 ni qo'shsam 5. Qo'shilgan 100 dan 0,143. 100 dan 43 deb tursak bo'ladi. Teng. Xo'p, nima bo'ldi birinchisi? 10 dan 19 deb yozsam bo'ladi. 10 dan 19. 1,9 ni shunday yozdim. Xo'p, ko'paytirilgan nima bor menda? 3 dan 7 bor. Keyin mahrajda 3,8. Nima degani bu? 10 dan 38 degani. Ko'paytirilgan nima bor? 3 dan bu 70 edi. Ko'paytirilgan 3 dan 70 bor. 3 dan 70. Xo'p, keyin qo'shilgan bu narsa 0,1000 dan 125 degani bu. 125 ga bo'lib yuborsam 8 dan 1 bo'lib qoladi. Qo'shilgan 8 dan 1 bor ekan. Keyin bo'lingan hop, bo'lishni ko'paytirishga almashtiramiz. 5 dan 2. Ko'paytirilgan 5 dan 2 bo'ldi. Qo'shilgan 100 dan 43. Qo'shilgan 100 dan 43 ekan. Teng hisoblaymiz. Bu kasrimda surat mahrajga tushib ketib qoladi. Mahraj suratga chiqadi. Ya'ni 10 bilan 10 qisqaradi, 3 bilan 3 qisqaradi. Suratda 19 bilan 38 qisqaradi. 2 qoladi bu yerda. 70 bilan 7 qisqaradi. 10 qoladi bu yerda. Nima paydo bo'ldi menda? Xo'p, suratda hammasi qisqarib ketdi. Mahrajda faqatgina 2 ko'paytirilgan 10, 20 qolibdi. 20 dan 1 qo'shilgan 8 dan 1 ko'paytirilgan 5 dan 2 qo'shilgan 100 dan 43 ifodamizga kelibmiz. Endi mahraj necha bo'ladi? 20 bilan 8 ga 40 bo'ladi. 2 ga ko'paytiraman ekan 40 dan bunisi 2 ga ko'payadi. Qo'shilgan bunisi 5 ga ko'payadi. 5 ko'paytirilgan 5 dan 2 turibdi. Qo'shilgan 100 dan 43. Teng hisoblaymiz. Xo'p, 40 dan 7 ko'paytirilgan 5 dan 2. 7 kar 2 14 bo'ladi. Taqsim 40 ni 5 ga ko'paytirib yuborsak 200 bo'ladi. Qo'shilgan bunga ham mahraj berib yuboramiz. 2 ga ko'paytirib yuboraman. Surat va mahrajini 200 dan necha paydo bo'ladi? 86. 86 ga 14 ni qo'shamiz. 96 plus 4 100 bo'ladi ekan demak. 200 dan 100.
Ikkidan o'nlarni qisqartirib yuborsam teng bo'ladi 2dan 1, ya'ni yarimga teng ekan. S'ning javobi. O'sini ko'ramiz, oxirgisi ekan shu. Xo'p, qavsni ishini bajaraylik birinchi. 1,5 aylangan 4dan 1 berilibdi. 1,5 nima degani? 2dan 3 deb yozsak bo'ladi. Ya'ni 3 taqsim 2 1,5 ga teng. 2 ga ko'paytirib yuboraman. 2 ga ko'paytirsam 4dan teng ekan bu 4dan 6 ga. 4dan 6dan 4dan 1 ni ayirsam qaytadan yozib chiqamiz. Hop, bu yerdan yozaylik. 0.9 10dan 9 qo'shilgan 3dan 2 3dan 2 ko'paytirilgan 4dan 6dan 4dan 1 ni ayirsam 4dan 5 chiqadi ekan. 4dan 5 bo'lib qo'shilgan 3 bilan 3, 4 bilan 4 qisqarib ketadi. Qo'shilgan 1 bo'ldi. Ayrilgan 15 dan 7 bo'ldi. Hop, mahrajni yozamiz endi. Mahrajda nima bor? 1,5. Hop, buni men yozsam bo'ladi. Qanday? Tepada nima dedim? 3 taqsim 2 dedim. 3 taqsim 2 desak bo'ladi ekan 1,5 ni. Hop. Qo'shamiz. Mahraj beramiz. 5 kere 2 10 bo'ldi. Buni ham 5 ga ko'paytirib yuboraman. 5 bo'ladi, bu yoq 10 bo'lib qoladi. Ya'ni 2dan 1 10dan 5 ga teng. 10dan 5 qo'shilgan bu 10dan 9 paydo bo'ldi. 10dan 5 ga 10dan 9 ni qo'shsam 10dan 14 paydo bo'ldi. Keyingisi ayrilgan 2dan 1 bu 10dan 4 degani. 10dan 4 degani. Hop, 5 bilan 10 qisqaradi. 2 qoladi. 2 bilan 4 qisqaradi. 2 qoladi. 2 bilan 6 qisqaradi. 3 qoladi. Demak, bu kasrimning qiymati ko'paytmaning qiymati 3 dan 1 chiqdi. Ayrilgan turibdi bizda 2 dan 1 qo'shilgan 3 dan 1. Hop. Hisoblaymiz. Ancha soddalashdi. 2 bilan bu yana qisqaradi ekan, 2 qoladi. Bunisining mahraji 10, bunisiniki 6, bunisiniki 15 ekan. Hammasining mahraj 10, 6, 15 ga 60 bo'ladi. Teng 60 dan suratni hisoblayapmiz. Buni 6 ga ko'paytiraman. 6 ga ko'paytirsam 6 kere 9 54 ekan. Keyingisi qo'shilgan 6 dan 5 edi. 60 bo'lishligi uchun 10 ga ko'paytirdim. Demak, bunisi 50 bo'lib qoladi ekan. Qo'shilgan 50. Qo'shilgan 1 turibdi. Xo'p, 1 ni alohida yozamiz yoki butun qismga chiqarib yuborsak bo'ladi, 1 butun deb. Ayrilgan 15 dan 7. Hop, 4 ga ko'paytirib yubordim buni. 60 bo'lishligi uchun 4 kere 7 28. Teng pastda bo'ladi. Mahraj ham bor ekan. 2 plus 3 dan 1. Umumiy mahraj endi 10, 2, 3 ga 30 bersak bo'ladi. 30 dan nima bo'ldi? 14 ni 2 ga ko'paytiraman, 3 ga ko'paytiraman. 30 plus 12 42 bo'ldi. Ayrilgan ikkalasi ham minus bo'lib ketib qoladi. Hop. Buni 15 ga ko'paytiraman. 15 paydo bo'ladi ekan. Keyingisi minusni qavsini ochaversam bu ham minus bo'ladi. 10 ga ko'paytirib bordim. Shuning uchun minus 10 paydo bo'ldi. Hisoblasak endi teng nimaga teng bo'ldi? Teng surati. Xo'p, 54 ga 50 ni qo'shsak 104. 104 dan 20 ni ayirsam 84, 84 dan 8 ni ayirsam 76. Xo'p, 1.60 dan 76 chiqdi. 60 ni qo'shib yuboraman suratga. Shunda 60 dan 76 ga 60 ni qo'shsam 136 bo'ldi. Taqsim mahrajimiz. Xo'p, 42 dan ayirishligim kerak. 10 ga 15 ni qo'shsam 25 ni. 42 dan 25 ni ayirsam 5, 15, 17 chiqadi ekan. Demak 17 taqsim mahraji 30 kelyapti. 30. Xo'p, qisqartiramiz endi. Surat mahraj bilan mahraj 30 bilan 60. Qisqaradi, 2 qoladi. Hop, 2 bilan 136. Qisqaradi. Hop, 136 teng bo'lyapti. 136 ni 2 ga bo'lsam 6 ta bor. 10 6 ning ichida 68 taqsim mahrajda 17 qoldi.
17. Hop 68 bilan 17 ham qisqaradi ekan. 68 17 ga bo'lib yuborsam, natijam 4 chiqadi ekan. Shu bilan 13-mavzu misollari tugadi.